Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bütkül muşu vatanning içi, vatanning sırtıda turmada yetivatkan Uygur musulman kırındaşlarımızdan ulug' Ramazan yeytinlağa mübarek olsun. Vatanımız bulgan Şarkı Türkistan'da Xitay tecavüzçilerinin zeyzindallarda yetivatkan, turmalarda yetivatkan, atalmış jig'ivilish lagerlarda yetivatkan barliq hemşirelerimizning, aki inilerimizning, aç sing'illarimizning, ata onalarimizning ro'za haytinglar muborak bo'lsin. Shuning bilan birga Kerem Qari 30 yildan beri Xitoy tajovuzchilarining zeyzindanda yetivatadi. Kerem Qari ustozimiz boshliq barliq Uyg'ur yoshlarımızdan, Uyg'ur qarindoshlarımızdan turmada yetivatganlarning ro'za haytinglar muborak bo'lsin. Vatanning sirtida, Dubayda, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston, Misr, Pokiston, Malayziya, Tayland, Bulgariston, müşahid yetivatkan vatandan ayrılıp, vatanning sirtidami turmalarda yetivatkan Xitoy tajovuzchilarining qora qo'llari orqali Turkiyadami nazar bentib turayotgan Abduqodir akam boshliq barliq shu yerdagi Uyg'ur qarindoshlarımızning, Uyg'ur vatandoshlarımızning ro'za haytinglar muborak bo'lsin. Biz Uyg'ur xalqi, biz Uyg'ur millati vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda Xitoy tajovuzchilarining zulmlarida, atalmış lagerlarda, tarbiyalash o'rinlarida, turmalarda yatgan bo'lsak, vatanning sirtidami shu Xitoy tajovuzchilarining qora qo'llari orqali har qaysi davlatlarda biz yana shu turmalarga mahkum bo'lib qolyapmiz. Aziz muhtaram qarindoshlarim, suyumlik vatandoshlarım, ko'nglingizni yerim qilmanglar. Sizlar turmalarda yatgan bo'lsanglar, haqiqiy Alloh rizoligi uchun to'g'ri yo'lni tanlab, diningni uchun, millatingni uchun, xalqingni uchun, vataningni uchun turmada yetyapsizlar. Biz erkin davlatlarda erkin nefes ilayotgan dunyoning har qaysi yerlaridagi Uyg'ur musulmon qarindoshlarimiz har vaqt, har zaman sizlarni yod etib turamiz. Duolarimizda sizlarni eslab turamiz. Musulmonlarning bayrami deb atalgan Ro'za hayit bayram, Qurban bayramlarida sizlarning video orqali bo'lsa-mu, so'z iboralar orqali bo'lsa-mu, sizlarning yetinglarni muboraklashga tirishimiz. Hiç bir vaqt sizlarni unutmadik. Aziz xalqim, suyumlik millatim, turmada yetivatgan dunyoning har qaysi yerlaridagi, boshda Sharqiy Turkistondagi Xitoy tajovuzchilarining turmada yetivatgan bizning o'sha Uyg'ur qarindoshlarimizni, hemşirelerimizni, aki inilerimizni, ach singillarimizni, ata onalarimiz uchun ro'za hayitini muboraklab qo'yish vatanning sirtida yashayotgan her bir Uyg'ur qarindoshlarımızning mas'uliyatimiz, majburiyatimiz. Vatanning sirtidami Xitoy tajovuzchilarining qora qo'llari orqali turmalarda yetivatgan, nazar bentlarda tutib turilayotgan barliq Uyg'ur musulmon qarindoshlarimizning ro'za haytinglar muborak bo'lsin. İnşallah Allah xolisa Allah bizga vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda erkin ozoda mushundaq ro'za hayitlarimizni, Qurban hayitlarimizni o'tkazganini nasib qila. Allah shu turmada yetivatgan barliq qarindoshlarımizga kuch-quvvat bersin, oila tavobatlariga sabr bersin. Butkul vatanning sirtida yashayotgan har bir Uyg'ur qarindoshlarimiz turmada yetivatgan bu qarindoshlarimizni unutib qolmaylik. Mush qarindoshlarimizning video orqali bo'lsa-mu bizning ovozimizni anglab, bizning shularning ro'za hayitini muboraklaganligimizni aşınыңdan bolsumu bir kuch qudret elib,
aşıla inşallah Allah halasa pat arada Allah'ın yardım bilen hürlükki çıkıp erkin nefes ağınını nisip kıygısı. Turmada yetavatkan barlık Uygur musulman kırındaşlarımızga vatanның içi, vatanның sırtıdaki vatandaşlarımga Allah roza haytınla mübarek bolsun.